Assalomu alaykum. Mening ismim Madinaxon Yuldasheva va men sizlarga hozir Lambre uslubi degan kitobdan bir parcha o'qib bermoqchiman. Ushbu kitob rus tilidan Adolat Qudratova tomonidan tarjima qilingan. O'tgan safar biz sizlar bilan qishda tug'ilgan ayollar qanday atir sepishlari kerakligi haqida suhbatlashgan edik. Keling, bugun sizlar bilan bahorda tug'ilgan ayollar atirlari haqida o'qib bersam. Bahorda tug'ilgan ayollar atirlari. Yorqin, sof, tabiiy ranglar bahoriy ayollarga ko'proq yoqadi. Ular quvvat va musaffolik manbai. Beg'uborlik, pokizalik, shuningdek tabiiylik va nozik jussalariga qaramay, tetiklikning muayyan zaxirasi ularga xos odatdir. Bahoriy ayollar siymosidagi jozibadorlik, samimiylik belgisi. Tabiatdan ochiq ko'ngil va rostgo'y, qiziquvchan ayollar uchun yolg'on, fitna, razillik butunlay begona. Bunday ayollarni ilhomlantirish, qoyil qoldirish oson. Odatda bir ko'rgandayoq qiziqish uyg'otadilar. Ularda sirlilik yo'q, odamlarga salbiy munosabatda bo'lmaydilar. Yangi g'oyalarni boshqalardan sir tutmaydilar. Boshqacha qilib aytganda, hayotning yorqin tomonlarinigina ko'radilar. Ushbu sifatlar ularning liboslarida aks etishi maqsadga muvofiq. Tabiiylik, yoshlik, musaffolik bahoriy ayollar siymosining asosiy belgilaridir. Shu sababli bahorni yodga soluvchi mevalar va ko'katlar hidlari mos keladi. Nafis, sof, yengil, musaffo hidli atirlarni tanlaganlari ma'qul. O'ta og'ir yoki shirin hidli atirlar ularga to'g'ri kelmaydi.